Alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Mana shu telefondan sizga sovg'a qilmoqchiman. Onur Ramazon, mehr ulashing. Bugun biz sizlar bilan ko'rinmas qahramonlarni birga qidiramiz. Ramazon, mehr oqibat va saxovat oyi. Bu davrda insonlar o'z mehri, samimiyati va e'tiborini bir-birlari bilan ulashadilar. Onur Ramazon, mehr ulashing kompaniyasi doirasida biz atrofdagi qahramonlar, ya'ni har kuni dunyoni yaxshiroq qilishga intiladigan, ammo e'tibordan chetda qoladigan insonlar haqida hikoya qilishni istaymiz. Ularning mehnat faoliyatining o'zi mehr ulashishga tengdir. Demak, biz manzilga yetib keldik. Sovg'alarimiz Honor kompaniyasidan ajoyib smartfon va ushbu ajoyib gift box. Assalomu alaykum, qachon men bor o'zim bezovta qildim. Yordamingiz kerak edi. Bizda hozir Ramazon oyiga Honor kompaniyasidan sovg'alar bor. Shuning uchun eng fidoyi, yaxshi xodimingiz bo'lsa, o'zingiz tanlab bersangiz, taqdim qilmoqchi edik. Bu yerda telefon bilan mana bunaqa chiroyli sovg'amiz. Assalomu alaykum. Bayramlar bilan menga aytishdiki, Lola opa degan ayol bor ekanlar. Necha yildan beri ishlaydigan. Kim shu ayol? Sizmi Lola opa? Pasportingizni ko'rsating desam. Mana shu telefondan sizga sovg'a qilmoqchiman. Marhamat. Yaxshi ishlaysiz. Sog' bo'ling. Baxtli bo'ling. Rahmat. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Va Lobar opa. Sizmi Lobar opa? Bu sizga. Sog' bo'ling. Jajani. Bor bo'linglar, sog' bo'linglar. Va mana shu pulni men ayol bilan ko'rsatuvda 3 yil oldin olib chiqqan qahramonimga bermoqchiman. Salim opa. Sog' bo'ling, Salim opa, jajani. Xursand bo'ldim. Sog' bo'linglar, xursand bo'lsanglar, men xursandman. Azizlar, Ramazon oyi barchangizga muborak bo'lsin.